Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Tataristondagi dronlar hujumi ortidan 8 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Joriy yilning 10-avgust kuni Tatariston Respublikasining Nijnikamsk shahrida joylashgan qator obyektlarga uchuvchisiz uchish apparatlari orqali hujum sodir etilgan. Tatariston Respublikasining huquqni muhofaza qilish idoralari ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida 13 nafar kishi halok bo'lgan, 39 kishi turli darajada jarohat olgan. Mazkur mudhish voqea oqibatida afsuski O'zbekiston Respublikasining 8 nafar fuqarosi halok bo'lgan. Bosh konsulxona halok bo'lgan fuqarolarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Mazkur holat Bosh konsulxona tomonidan nazoratga olingan. Hodisaga aniqlik kiritish maqsadida mahalliy mas'ul vakolatli idoralar va tergov organlari bilan zarur aloqalar o'rnatilgan. Vafot etgan fuqarolarning jasadlarini sud, tibbiy ekspertiza va zarur rasmiy jarayonlar yakunlanganidan so'ng vatanga qaytarish bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilishi ma'lum qilinadi. Rossiyada ishlab yurgan aka-ukalarimiz metrolarga, avtobuslarga, tramvaylarga chiqqan paytingizda mana shunaqa pullaringizni to'lab yurishingizni so'rab qolaman. Agarda shu arzimagan 80 rubl, 100 rubl pulingizni qizg'anib to'lamaydigan bo'lsangiz, mana bunaqa holatlarga tushib qolishingiz mumkin. Mana do'stlar, videoni o'zingiz ko'rib guvohi bo'lyapsiz. Immigrantlar pulni to'lamay yuradi deb butun ijtimoiy tarmoqlarga sharmanda qilib chiqarishyapti. Bundan tashqari arzimagan shu 80 rubl, 100 rubl pulni deb 5000 rubl shtrafga tushishingiz mumkin. Shtrafni ham 2-3 marta oladigan bo'lsangiz, avtomatik Rossiyadan zapretga tushib qolishingiz mumkin. Do'stlar, albatta Rossiyada tramvaylar, avtobuslar, metrolarga kirganda pullarni to'lab yurishingizni so'rab qolaman. Bu videoga bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Rossiyadagi musofirlar ogoh bo'linglar. 1-sentyabrdan boshlab granitsalar yopilar ekan deydigan ba'zi bir blogerlar video sizlar uchun ogoh bo'linglar. Bunaqangi yolg'on xabar tarqatmanglar. Bu O'zbekistondagi yoki Rossiyadagi bilmay sodda yurgan odamlarga sizlar to'g'ri prosmotr uchun qilyapsizlar bu narsani, lekin oddiy odamlarga bu qattiq ta'sir qilishi mumkin. Kimdir ota-onasini, kimdir oilasini shu Rossiyada yurib boqib yurgan odamlar mana shu xabarlarni eshitib ketib qolishi mumkin. Chunki men juda ham ko'p sodda odamlarni ko'rganman. Bunaqa gaplarni eshitib, "Men bo'ldi, men ketaman" deydigan yoki kelmoqchi bo'lganlar kelmay qo'yishi mumkin. Shuning uchun bunaqangi xabarni tarqatmanglar. Bu yolg'on xabar. Men yuristlarni, Rossiyada yurgan barcha bir kontent qilib borayotganlarni ko'rib, hammasini bilgan holatda ishonchli sizga aytmoqchiman, bemalol bunaqangi granitsa yopiladi degan gap umuman qonunda ham mish-mish emas. Faqatgina bu o'zimizni ruschani bilmayotgan, tarjimani yaxshi qilish bilmayotgan chala blogerlarni chiqargan kontentlarini oqibatiga shunaqangi odamlar ko'p savollar beryapti. Hech qayer yopilmaydi, hammasi chotka bo'ladi. Gaplashamiz. Yo'q joydan hozir podstava bo'lib ketishi mumkin. Yo'q joydan prosta. Mana bu o'zim yashaydigan uyni. Mana bu yerda balkimda esidan chiqqandir yoki bo'lmasa balkim atalab qo'yib qo'yilgandi. Mana bu zonada polniy kamera. Ya'ni birinchi etaj magazin, tudim-sudim shunaqa hamma narsa bo'lyapti. Qiziqqonlik qilib birortasi tegadi, o'sha telefonni oladi ham deylik. Olib ketadi ham deylik. U yoqda barsetka turishi mumkin, pul turishi mumkin, plastik turishi mumkin, farqi yo'q, любой narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa holatda akalar, ukalar tegmaylar. Pa maksimum tegmaylar, chunki sentyabr oyida bilasizlar, Rossiya Federatsiyasida mobilizatsiya boshlanadi, ya'ni armiyaga saralash boshlanadi. Shunaqa holatda bizni o'zimizda o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar juda ko'p podstava bo'lib ketyapti. Oddiy melch narsalarda. Ularga обычный bitta bahona kerak, xolos sizlarni olib ketishga.
uyda sizlarni kutayotgan odamlar bor. Otangiz, onangiz, singillaringiz, opangiz, qarindoshlar haqida o'ylang. Xullas, bitta risk, bitta arzimagan. Rossiyada yurganlar O'zbekistondan kuzatayotgan bo'lsanglar, Rossiyada yurganlarni juda ham yaxshi tushunsanglar bo'ladi. Hamma hozir qil uchida yuribdi Rossiyada yurganlar. Bitta mana shu to'g'ri yo'ldan ozib ketishingizni o'ylab turibdi hozir. Rossiyada yurganlarni shunaqa narsalar kutyapti-da. Prosta hamma o'ylaydi, zo'r mazza qilib yuribdi deb o'ylaydi. Yo'q, akalar, opalar, singillar, ayollar ayniqsa pul jo'nat deb mazgisini qoqmanglar, eringlarmi, akangizmi, o'g'lingizmi. Ular o'zi shunaqa ham qil uchida yuribdi-da. Mana shunaqa narsalar. Chiroyli ko'rinadi ko'ziga. Oladi, yo'q joydan podstavani bo'yniga ilishadi. Tamom, ketdi shu bilan. O'shaning uchun o'zinglarni ehtiyot qilinglar.